bizda aka ko'ra olmaydi. Bizda masalan o'qib kelsangiz, bilim olib kelsangiz, ilm olib kelsangiz, baribir hech narsani bilmaydi, unday bunday. Yo'q, Yevropada unaqa emas. Yevropada faqat so'raydi borib o'sha odamdan. Men bu bola ilmli bo'lib ketdi, biron joyda o'qib ketdi, sertifikati bor ekan, diplomi bor ekan deb bularga anavi ergashadi. Orqasidan ergashadi. Bizda unaqa narsalar yo'q, bilmayman nimaga haq ketib qoldi ular. Faqat bu hech narsa bo'lmaydi, bu o'qib kelgani bilan unday edi, bunday edi, buni hech narsasi yo'q. Shunaqa qilmaydi. Nima kerak? Negativ. Ha, negativ. Unaqa bo'lmash kerak odam. Qayerda bilim olib keldimi, hurmat qilish kerak. O'rgandimi, hurmat qilish kerak bu odam. Sen o'rgana olmaysan, bu odam o'rganyapti, значит buni Xudoni nazari bunga tushyapti. Shu narsani do'stim his qilgin. Bu yaxshi narsa emas, negativlik, birovni ko'ra olmaslik, birovni orqasidan yomon gap gapirish. Zo'r bo'pti, zo'r o'qib kelibsiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Sizdan o'rnak olamiz deb biz ham o'qiymiz. Lekin nima maslahatlar bo'lsa so'raymiz o'qiganlardan. Xalq uchun bo'lishamiz. Nimaniki o'rgansak, odamlarga ulashishni ham o'rganaylik shu narsani. Qovoq yeb, degan narsalar qilmanglar. Jahllarim chiqib ketadi.